Arlungshan Liangshanni mag'lub qila olamdi. Yeni Subuyda nomli asarda bu yerda biz yoqtirdigan palvonlardan Lu Zhishin, Wu Song, Yang Zhi qatorliqlar Arlungshan tig'ini egallab, mushada ataman bo'lib tug'an. Ham bu yerda Arlungshan mushu Liangshan bilan bittirishib tura oladigan shunday turayotgan bir joy bu vaqtning o'zida. Bundaqda shu vaqtning o'zida bu Arlungshandikilar Liangshanga qaytilmay, bular bilan qo'shilib ketmaydi va Liangshan bilan zodida tang turmizda bitib bular bilan haqiqiy jang qilib qolsa Arlungshan Liangshan bilan tang tura olamdi. Bundaqda bu yerki dinji gavshovlarga qarab baqsaq, Arlungshandan eng qaltis 3 kishilik ko'rib bor. Yeni Lu Zhishin, Wu Song, Yang Zhi. Bular shu vaqtdagi Liangshan bilan tamamen tang tura oladi, ustun turishi mumkin. Çünkü bu vaqtda Liangshan kulga Xibeylik Boztulpar Lu Jinyi, shagird Yanqing, cho'ng qilishlik Guanshin qatorliq muhim palvonlar qaytilmagan. Yo'q ular texi. Vaqtda Liangshandan bu vaqt kimlar chiqadigan vaqtda Qoplanbosh Linchong, Tirikak Chinming va qo'sh dasturlik Xoyanjo qatorliq muni uchi başlılıp çıkışı mümkün. Bundaqda bularning jangga qarsak at ustida albatta Linchong yaman, lekin Linchong bilan Yang Zhi tamamen tang tura oladi. Öz vaqtida 50 marta urushibmi yangish ayrılmagan. Endi Lu Zhishin qarsak bu yerda Lu Zhishin mayl at ustida, ostida, igizda, pastda har qanday joyda, har qanday urunning o'lisidan chiqadigan qaltis jangchi. Bu yerda Lu Zhishinning Tirikak Chinmingni yer chiltalishida hech qanday gap yo'q. Lu Zhishin tamamen g'alaba qila oladi. Undaqda bu yerki qo'sh dasturlik Xoyanjo bilan qo'sh qilishlik Wu Songni jangga salsak, naq Moskvada bir qadar qiziydi, shunami? Wu Songning martining qanchalik qaltisligi, qanchalik kuchliligini bilamiz. Bu Xoyanjoni navod otdan tushirib etib salsa, albatta ot ustida Xoyanjo ustunlikda turdi. Biroq otdan tushirib bo'lsa, Wu Song chuqur g'alaba qila oladi. Bu yerda Lu Zhishin boya Chinmingni yer shiltib bo'ldi, shunami? Unda qo'ygankim bu yerda Linchong bilan Yang Zhi tanglashib qolgan. Lu Zhishin kelib Yang Zhiga yordam qilsa, Linchongni tamamen mag'lub qila oladi. Endi bunda deb qo'ysa, voy Linchongga Lu Zhishinning og'isi hergiz undaq qilmaydi, mundaq qilmaydi demanglar. Sizlar mashundaq savol so'rashga bak amroq bo'lg'achqa, bugun men mashundaq tahlil qilib qo'yapman sizlarga. Bu faqat faraz va tahlillar. Ba'zi kun inshaalloh o'pganlar azroq besib turinglar. Endi lekin Liangshanda yeni bir intayin qaltis bir gavshow bor. Navad u chiqib qolsa, Arlungshanning ish chataq. Yeni o'qiyachi Huarong. Huarongning o'qiyama ortiq gap to'g'ri kelmaydi. Huarong o'tirib chiqib qolsa, Arlungshan mag'lub bo'lishi tamamen mumkin. Albatta bu yerdagi Yang Zhi'mi muntazam tarbiya olgan, buningmi o'qiyan marti bor. Lekin bu Huarong bilan qanday tang tura oladi? Maqla ma vaqtning o'zida Huarong g'alaba qildi deyli. Qolgan ikkisi qarsak bu yerdagi Lu Zhishin Chinmingni yer ishlatdi, Wu Song Xoyanjoni yer ishlatdi. 2-1 Yenila Arlungshan ustunlik bilan g'alaba qildi. Endi Liangshanda yana qolgan qo'shindan masalan Ren Shaoqi Akukula urjumga chiqsa, bu Arlungshanning Sun Chokan, uning eri yeni bir Kimti qatorliqlar bor. Bular chuqur g'alaba qilamizmi, lekin tang tura oladi. Bularmi oldin qilishmaydigan xil bir gumpuvozlar, shunami? Shuning uchun meningcha bu shu vaqtning o'zida Arlungshan Liangshan bilan tamamen tang tura oladi. Ustun chiqishi mumkin. Undaqda Arlungshan nima uchun Liangshanga qaytilib ketdi? Nima uchun ular qo'shildi deb al bo'ldi? Bu yerda muhim sabab nima? Bildigan do'stlar, pingni qilib qo'yinglar. Bu videoning asarni yoqtirgan do'stlar, meni qo'shib olishni unutmanglar. Rahmat.